Menga qaranglar. Ochura ko'ynaklar yo'qmi? Mani xotinim to'y kuni malikalardek bo'lish kerak. Saliha wedding salonida siz aytayotgandagi ochiq ko'ynaklar yo'q, hammasini yelkalari yopiq. Yech bu ko'ynakni. Nega yarashgan-ku? Yech, boshqa salonga boramiz. Keling. Yelkangizga kun tegmagan ekanda, ya. Aka, yopiroq ko'ylak olib beravering, bu yog'iga kun issiq. Quyosh o'tib ketmasin yana. Menga qara. Og'zingga qarab gapir. Shu oddiy gapimni ko'tara olmading-ku. Ertaga shu kiyimda to'yxonaga kirsa, hamma xotiningga qarab, joningdan zo'r narsa ekan desa, qanaqa ko'tarmoqchisan? Tur. Obiru. Sizga bitta savolim bor. Qanaqa savol yana? Ko'rinishingizdan pul uchun hamma narsaga tayyor bolaga o'xshamaysiz. To'g'risini ayting, nima uchun rozi bo'ldingiz ichki yo'qlikka? Shu sizga qiziqmi? Rozi bo'lishimga sabab